2016-yilgi Jahon chempionatiga ham kecha qur'a tashlandi va dastlabki raqiblarimiz nomi ham aniq. Portugaliya, Kolumbiya hamda birinchi play-off g'olibi, ya'ni Yamayka, Kongo yoki Yangi Kaledoniyalardan biri bo'ladi. Xo'sh, guruh bosqichida omadimiz keldi deb ayta olmayman, chunki darhol ikkita kuchli terma jamoaga qarshi o'ynaymiz. Portugaliya turnir favoritlaridan biri, Kolumbiya esa esdan chiqarmaslik kerak. 2024-yilgi Copa Amerika finalisti va 3-raqibga to'xtalish shart emas, chunki hali aniq emas. Va katta ehtimol bilan Kongo, Kaledoniya yoki Yamaykalardan birini bemalol yuta olamiz. Lekin Portugaliya hamda Kolumbiyadan ochko tortib olish juda qiyin bo'ladi. O'zi bir tarafdan o'lim guruhiga tushdik desak ham bo'laveradi. Chunki hech bir guruhda ikkita top terma jamoa to'g'ri kelmagan. H guruhidagi Ispaniya, Urugvaydan tashqari har bir guruhda bittadan top terma jamoa. Angliya, Argentina, Fransiya, Germaniya, Braziliya. E'tibor bering, ularda guruhdan chiqish uchun umuman muammo bo'lmasligi kerak. Eslatib o'taman, Jahon chempionatining yangi formatida endi 3-o'rinni egallagan 8 ta terma jamoa ham play-offga yo'llanma oladi va bu O'zbekistonning imkoniyatlarini yanada ko'paytirmoqda. Xo'sh, birinchi savol, guruhdan chiqa olamizmi? Agar Kolumbiya bilan durang o'ynab, Portugaliyadan kamroq gol o'tkazsak va 3-terma jamoani katta hisob bilan yutsak, guruhdan chiqsa bo'ladi. Faqat u uchun Kolumbiya Portugaliyaga kattaroq hisobda yutqazishi kerak bo'ladi va O'zbekistonga qarshi durang o'ynashi. Bu ssenariyda katta ehtimol guruhdan chiqsa bo'ladi yoki 3-o'rinni egallagan holda. U uchun guruhdan kimnidir 2 ta yoki 3 ta to'p farqi bilan yutib, kamroq gol o'tkazish kerak. Portugaliyaning hozirgi formasi ularni faqat Irlandiya hamda Troy Perra to'xtatib qolishi mumkin. Kolumbiya esa har qanday terma jamoa uchun juda noqulay raqib. Yarim himoyasida afsonaviy James Rodriguez, hujumda ushbu mavsum Bavariyada porlayotgan Luis Diaz. Bekorga ular 2024-yilda Braziliya bilan bir guruhda o'ynab, birinchilikni egallab, yarim finalda o'yin kuchi bo'lib turib, Urugvayni ham turnirdan chiqarib yuborishmagan. Finalda esa aynan ekstra taymlarda birgina xato qilib, amaldagi jahon chempionlariga Argentinaga kubokni boy berishgandi. O'zbekiston terma jamoasining dastlabki raqibi Kolumbiya bo'ladi. To'g'ri, g'alaba qozonish imkoniyati kamroq, lekin jahon chempionatidagi birinchi o'yinni gol bilan boshlash kerak. Bu futbolchilar uchun ham, muxlislar uchun ham juda katta motivatsiya hamda umid bo'lar edi. Ikkinchi turda esa darhol Portugaliyaga qarshi. Bu yerda eng asosiysi kattaroq hisobda mag'lub bo'lmaslik kerak. Va 27-iyun kuni guruh bosqichining so'nggi o'yini Yamayka, Kongo yoki Yangi Kaledoniyalarning biriga qarshi bo'ladi. Bu yerda faqat va faqat g'alaba uchun o'ynash kerak, hatto guruhdan chiqa olmasak ham. Endi keling yuqorida aytilgan ssenariyni bir tasavvur qilib ko'ramiz. O'zbekiston Portugaliyaga 4-3 hisobda yutqazdi. O'sha Instagramda mashhur bo'lgan video reallikka aylanardi. Ya'ni kichik to'p farqi bilan Kolumbiyaga qarshi durang va Yamaykani yutsa 70-80% ehtimollik bilan guruh bosqichidan chiqadi va bu 8 finalda raqibi L guruhining yetakchilaridan biri bo'ladi. Katta ehtimol Angliya. Boshqa guruhlarga ham bir qarab chiqamiz. Eng oson guruh A guruhi bo'lib qolgan. Meksika, Janubiy Koreya, Janubiy Afrika hamda play-off g'olibi yoki B guruhida ham Kanada, Qatar va Shveysariya va D guruhida AQSh, Paragvay, Avstraliya va play-off g'olibi. Ushbu terma jamoalar bilan Kannavaro shogirdlari bemalol g'alaba uchun o'ynay olardi. Qolgan guruhlarda kamida bittadan top terma jamoa bor. Bizning guruhda esa naqd 2 ta va bu O'zbekiston imkoniyatlarini yanada pasaytiradi afsuski. Agar hech bo'lmaganda A, B yoki D guruhiga tushib qolganimizda 50% imkoniyat bilan guruhdan chiqa olardik. Aytib o'tganimdek, ushbu guruhdagi har qanday terma jamoa bilan O'zbekiston g'alaba uchun o'ynay oladi. Endi umumiy guruhlarga qarab chiqsak, rostdan ham K guruhi o'lim guruhi bo'lib qolmoqda. Darhol ikkita FIFA reytingida top 20 talikdan o'rin olgan terma jamoa. H guruhidagi Ispaniya hamda Urugvay o'yini ham juda qiziqarli bo'ladi. Boshqa top uchrashuvlarini shaxsan men ko'rmayapman va haqiqiy turnir play-off bosqichidan boshlanadi. Bilasiz, play-off bosqichida 1-8 finalda guruhda birinchi o'rinni egallagan jamoa boshqa guruhdagi ikkinchi o'rinni egallagan jamoalarga qarshi o'ynaydi. Masalan, Portugaliya Xorvatiyaga qarshi o'ynashi mumkin. Agar Ronaldo jamoadoshlari birinchi o'rinni egallasa, hamda Xorvatiya guruhda ikkinchi o'rinni olsa va 1/4 finaldan super uchrashuvlar boshlanar edi. Argentina Portugaliyaga qarshi o'ynashi mumkin. Germaniya Gollandiyaga yoki Braziliyaga qarshi, Ispaniya Belgiya yoki Fransiyaga qarshi. Juda qiziq ssenariylar hamda uchrashuvlar kutib turibdi. Oldinroq xabar berilgandek, super kompyuter O'zbekiston jahon chempionatida g'alaba qozonishi 0.2% deb taxmin qilgan. Va bu bekorga emas, chunki 34 yil deganda endi jahon chempionatiga chiqdik. Katta sovrin ham hali yutmaganmiz va Osiyoda ham birinchi raqamli terma jamoa emasmiz hali. Va turnir favoritlariga kelsak, bular albatta Ispaniya, Argentina, Fransiya, Portugaliya va Braziliya bo'lishi mumkin. Men ko'proq Ispaniya chempion bo'lishini kutyapman, chunki tarkibi juda yosh va agar keraksiz jarohatlar yuz bermasa, juda kuchli tarkibga ega bo'ladi. Unai Simon, Hausen, Kubarsi, Cucurella, Pedri, Gavi, Olmo, Fabian Ruiz va hujumda Yamal hamda Nico Williamslar. Argentina esa menimcha oldingi darajani ko'rsata olmasa kerak, chunki Messi endi 2022-yilgidek katta motivatsiya bilan o'ynamaydi, chunki unda allaqachon jahon chempionati bor. Qolaversa o'sha yilgi
top futbolchilar ham qarib qolishgan. Otamendi, Emiliano Martinez, Paredes, Dybalani umuman chaqirishmaydi. Di Maria esa faoliyatini yakunlagan. De Paul ham Inter Miamiga o'tib ketgan. Yorqin yulduzlardan faqatgina McAllister, Lautaro va Enzo Fernandes qolmoqda. Fransiyaning tarkibi ham juda kuchli, ayniqsa Mbappe jahon chempionatlarida qanaqa o'ynashini o'zingiz yaxshi bilasiz. Ushbu terma jamoa bemalol 3-bor ketma-ket finalgacha yetib borishi mumkin. Agar yo'lida Ispaniya yoki Argentina to'g'ri kelmasa va Portugaliya, bu terma jamoaning tarkibi ham kuchli, lekin oxirgi paytlar juda ko'p baho berilib yuborilmoqda. O'zingiz qarang, Cancelo, Felix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Dalot va Diogo Costalar oldingidek o'yin ko'rsatmayapti. Ronaldo esa 40 yoshida boradi va hali aniq emas, balkim zaxirada qoldirilishi ham mumkin. Top futbolchilardan faqat Vitinha, Nuno Mendes, Ruben Dias va Joao Neveslar bo'lishi mumkin. Xullas do'stlar, jahon chempionati boshlanishiga 6 oy qolmoqda. Ungacha juda katta narsalar o'zgarib ketishi mumkin. Bu yog'i esa klublar futboldagi holatga bog'liq. Futbolchilarning formasi, kim jarohat olishi yoki kim olmasligi, qaysi futbolchilar jarohatdan qaytishiga bog'liq. O'zingiz yaxshi bilasiz, jahon chempionatida hech nima deb bo'lmaydi. Hatto turnir favoritlarini umuman kutilmagan outsiderlar ham yutib qo'yishi mumkin. Xuddi Argentina va Saudiya o'rtasidagi bo'lgani kabi. Yoki sensatsion tarzda ba'zi bir top terma jamoalar guruhda qolib ketishi mumkin va ba'zi jamoalar aynan jahon chempionatida juda yaxshi o'yin ko'rsatishadi. Masalan, Xorvatiya 2018-yilda kumush medal, 2022-yilda bronza medalni qo'lga kiritishgan. Kutilmaganda Neymarni Braziliyaga jo'natgan terma jamoa bo'ladi. Va teskarisi Temnaya Lashatka, ya'ni Manjo Zimanoda kutilmagan favorit yoki syurpriz ishtirokchilar. Xuddi 2018-yilda Rossiya yoki 2022-yilda Marokash bo'lgani kabi. Umid qilib qolamizki, kelasi yil biz ham aynan shunday terma jamoalar orasida bo'lamiz. Yakuniy xulosaga kelsak, ushbu guruhdan chiqish deyarli imkonsiz. Hatto Cannavaroning o'rnida Gvardiola bo'lganda ham eplay olmasdi. Eng asosiysi jahon chempionatini golsiz tark etmaslik kerak yoki ochkosiz. Agar guruhda kimnidir yutib qo'ysak, buni o'zi katta g'alaba bo'lar edi va 3-o'rin bilan play-offga chiqish mumkin bo'ladi. Chunki bu guruhda 3 ochko olishining o'zi bir jasorat. Yoki agar play-offga chiqsak, bu tarix bo'lardi. Do'stlar, shu bilan videoga yakun yasaymiz. O'zbekiston guruhda nechanchi o'rinni egalladi deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Video